odam mana jig'ini qo'zg'atib tashlaydigan narsa borda, narxini yetishmaydi-da, hech qaysi mebelchilar deyishadi. To'g'ri, yetishmaydi. Nimaga yetishmaydi bilasan? Hozir men sizga tushuntiraman. Ungacha siz like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bunaqa foydali ma'lumotlar juda ko'p bo'ladi. Endi qarang. Nimaga narxini yetishmaydi? Oddiy misol aytib beraman. Bizga oshxona mebeli necha pul deb yozishyapti. Oshxona mebeli siz turga bo'lmaysiz. Siz uchun oshxona mebel bu oshxona mebel qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Biz uchun o'turlarga bo'lamiz. Laminat, o'sha qaytagi xullas, neoklassika, klassika, shpolli, shponsiz, abkladsiz, ko'rinadigan joyi bo'yaladigan, bo'yalmaydigan, bazasi oddiy oq MDF yoki egir ishlatilgan va hokazo. Endi bu yerda aniqroq narx bo'lishi uchun siz tarafdan ikkita qadam kerak. Ya'ni birinchi qadam internetdan o'zingizga yoqqan modelni olasiz. Oddiy internetda Google'ga kirasizmi, Pinterestga kirasizmi? Ikkita oshxona mebeli iloji bo'lsa, bitta qimmatroq ko'zga ko'ringani va ko'zga soddaroq ko'ringani. Bittasi qimmatroq chiqsa, ikkinchisi balki cho'nchakboq ko'zga hamyonbop chiqar. O'shani va xonangizga gabaritlari kerak. Eniga, bo'yiga, P bo'lsa P, G bo'lsa G qilib o'lchab tashlayversangiz, bo'y mebelchi Instagramda bo'ladi, Telegramda bo'ladi, telefonda bo'ladi. Xullas tushuntirib bera olsangiz, bir pasda hisoblab beradi. Bizning o'zimizdan oddiy formula bor. Biz taxminiy qilib, plyus minus shu atrofda chiqadigan qilib, vagonometrga urib, sizga orientir olishingiz uchun hisoblab berishingiz mumkin. Falon pul chiqadi desak, xullas joyingiz bitgandan keyin yasab turayotganingizda plyus minus shu atrofda chiqadi. Balki sal arzonroq, sal qimmatroq. Shuning uchun shu narsani eslab qolinglar va bu foydali ma'lumotni remont qilayotgan yoki oshxona mebelini boshqa zakaz qilmoqchi bo'lganlarga, buyurtma bermoqchi bo'lganlarga yuborib qo'yinglar.